Mashal hamda Qizilqum o'rtasidagi bahsga uchrashuv bosh hakami start berdi. G'ayrat Jo'rayev o'yinni boshlashga ruxsat berdi. Kenjaboyev o'rtaga to'pni yetkazib beryapti. Davom etadi. Kombinatsiya zarba bor. Ustungi to'p tegib maydonni tark etmoqda. Jambuli Jigauri zarba. O'yindagi ilk xavfli vaziyatni ko'rdik. 16-daqiqada yuzaga keldi. Kenjaboyev boshlagan hujum, bosh bilan zarba. Hujumda harakatlarda taranlik. Kenjaboyev zarbasi to'p darvozabon qo'ldan chiqib ketadi va ikkinchi urinishda Qizilqum hozir hisobni o'zgartirishi mumkin edi, hisobni ochishi mumkin edi, biroq bu vaziyatda yana bir bor ko'ramiz. Zarba berilgan pallada darhaqiqat mana imkoniyat. 25-daqiqa. Mashalning birinchi xavfli vaziyati. Yana bir bor ko'ramiz. Samandar Ochilov to'pni yuqoridan jarimadan yetkazib bergan edi. Mana bu hujumdan keyin yana ham batafsilroq tushuntirishga harakat qilaman. Hozir esa Qizilqum hisobni ochishi mumkin edi. Darvozabon Dostonbek To'xtaboyev e'tiroz bildiryapti jamoadoshlariga. Kimdir uni yengil tarzda bosdi-yu, sariq bermasa ham bo'lardi-ku, yangi ko'rsatmaga binoan deb aytishyapti. Bu yerda biroq subyektivlik o'rtaga chiqib keladi. Darvozabon joyini qoldirib ketdi. Bu yog'iga imkoniyat bor. Zarba va to'p qaytarilyapti. Ikkinchisi. Wow! Jambuli Jigauri. Mana o'sha lahza. Qaytarildi to'p. Jigauri zarba qaytdi. Keyingisi ro'parasida bir qancha o'yinchilar bor, lekin birinchisida Jigauri to'pni darvozaga kiritadigan ekan. Aslida mana shu Qizilqumning 11-raqam egasi Aleksey Shibitun ham hisobni ochishi mumkin edi. Bu yerda Dostonbek To'xtaboyev to'pga chiqish jarayonida ancha kechikdi. Shu bois Shibitun ortiqcha qiyinchiliksiz o'tib ketdi undan. Qanday vaziyat edi-ya, qanday imkoniyat edi-ya Qizilqumda. Endi yana keskinlashyapti. Ichkari uzatilgan to'p, hujum bor. Jigauri hisobni ochdi baribir 39-daqiqada. Jambuli Jigauri biroz avval ura olmagan bo'lsa, baribir maqsadiga yetishdi. Oyoq bilan bo'lmasa, bosh bilanman. O'sha yuz o'girib ketayotgan omadni bo'ynidan ushlab qaytarib olib keldi Jigauri. Tugadi, ustunga tegdi. Bizga oxirgi palla, bundan avvalgi vaziyatni ham namoyish etib bersa yaxshi bo'lardi. Mana bu yerda to'p yuqoriga ko'tarilib ketdi. Kimning oyog'idan? Chamamda Nurjahon Muzaffarovning oyog'idan ko'tarilib ketdi to'p. Muzaffarovning oyog'idan ko'tarilib ketdi. Dostonbek To'xtaboyev kimni qo'riqlashni bilmay qoldi, chunki jarima maydoni ichida birdaniga 3 ta o'yinchi uning darvozasiga xavf solyapti, 4 ta bo'lmasa. Kenjaboyev. Ajoyib. Yana ham ajoyib. To'p uzatish ham yaxshi. Jigauri to'p ichkarida. Zarba darvozabon to'pni qaytaryapti. Bosh bilan zarba va mana bu endi yakun. Bu nuqta. Burchakdan to'p o'yinga kiritilganda bosh bilan berilgan zarba, darvozabon bu safar ham shunchaki tomosha qildi to'pning darvozaga qarab borishini. Jigaurining golida ham takroran ko'ramiz. Norxonov zo'r joy tanlabdi Norxonov. 90+ daqiqalar boshlanganda 90+ birinchi daqiqa to'pni maydonda saqlab qolish, raqibidan o'tib ketishidan keyin
to'p uzatish ham aniq bo'lganida dahshat chiqadi. O. Bu nima bu? Sariqmi? Sariqmi? Ko'ramiz boshqa rakursdan. Mana bu lekin boyagi holatda biz ko'rganimizda bu ongli ravishda tirsak bilan raqibga zarba berish shekilli bu. Qizilga aylanib ketdi deydiganlar ham ko'p topiladi. Mana bunda unchalik sezilmayapti. Tirsak emas, qo'l qismi tushayotganga, lekin boyagi kadrda aynan tirsak kelib tushganga o'xshaydi. Tirsak esa bu xavfli qurol. O'ta xavfli qurol. Qizilga aylansam men ajablanmayman, to'g'risi. Yo'q dedi. 4 daqiqa qo'shilganda 8 daqiqa qarab ketayotganda aynan shuni aytayotgan, lekin varga vaqt ketdi, golni nishonlashga vaqt ketdi. Barchasi to'g'ri. Oxir-oqibat G'ayrat Jo'rayev bugungi bahs uchun final hushtakini chaldi.